Bismillah. Assalomu alaykum O'zbek Otlar YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, xayrli bo'lsin bugungi kun barchangizga ota shifozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'onaga kelganmiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga akalar, Zarka shaharchasiga, Muhammad Yunus do'stimiz oldiga. Inshaalloh shu ekranda ko'rib turgan endi to'ydan o'tib o'tayotgan otlaring sotuvga chiqariladi. Videoga like bosib o'ringlar, biz boshlaymiz. Muhammad Yunus, hormang. Charchamayapsizmi? Sog'lom, yaxshimisiz? Yaxshi yolingizmi? Allohga shukr. Xudo xolasa bugun ot sotuvga chiqaramiz inshaalloh. Ha, bugun sotuvga braslet chiqadi aka. Braslet chiqadi. Akalar, hafta kuni yakshanba 2025-yil 16-noyabr syomkalarda davom etkazyapmiz. Like bosib turaveringlar, ma'lumotlar boshlaymiz. Braslet. Brasletni ma'lumotini bering, chiroyli qilib. Yoshi nechida, bo'ylari necha chiqib qoladi? Farnaka bahorga 5 yosh. Aha. Xo'p. Bo'ylari 1.60 ta usti. 1.65 ga yaqini 1.60 ga beramiz aka. Aha. Otni yuvoshligi, odamga yaqinligi garantiya. Hamma yo'g'i yaxshi. Hamma yo'g'i garantiya. Ulog'ini ham endi bizga kelganiga 1 oy bo'ldi aka. Uloqqa solib ko'rmadik aka otni. Aha. Ulog'iga biz 100% garantiya deyolmaymiz, toy narsa aka. Albatta. Xudo xolasa yedi ishtilari, sog'lomlari yaxshimi? Xudo xolasa garantiya aka. Qolgan narsasiga garantiya. Ularni endi olgan odam tarbiyalab ot qilib olsa aka. Aha. Xudo xolasa bitta odamni xursand qiladigan narsa aka. Inshaalloh Xudo xolasa. Ha. Xudo xolasa. Men buni bitta to'xtatib tursangiz, men bir to'rt oyoqlarini tortib qo'ysam, ha? Ha. Yaqindan qosh-qo'llarini. Zotini so'ramadimi, adashmasam buni? Ha, zotini aka bizga kelganiga 1 oy bo'ldi, zotini elga qo'yamiz aka. Aha, bo'ldi. Obunachilarga qo'yamiz, ha? Ha. Ana akalar, to'g'ri orqa tomonlarini fundamentlarni ko'rsataylik. To'rt tuyoqlar sog'lom, xudo xolasa. To'rtta tuyoqlari sog'lom. Taqa tushib ham qolib shekilli. Taqa tushib qolibdi, taqaga turishlari, oxirida turishlari garantiya aka. Hamma yo'g'i yaxshi. Hamma yo'g'i zo'r aka, bitta odam xursand qiladigan narsa. Inshaalloh, xudo xolasa. Bizga jicha tezlik qilyapti aka. Biz endi ko'p ministr bilmaydigan odamlar minadi, ot tezlik qilyapti aka. Aha. Shunga bir yuvoshroq ot olmoqchi biz aka. Yoshroq. Ha, yuvoshroq olmoqchi biz, endi shunga sotamiz aka otni. Bo'ldi, hisob. Xudo xolasa akalar ot sotiladi, braslet. Narxini necha pul qilib berasiz buni? Narxini Farin aka $3300 ozgina kami bor. Qiziqqanlar aloqa chiqishadi. Qiziqqanlar aloqaga chiqishaveradi aka. Bo'ldi. Akalar $3300 kami bor ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar Muhammad Yunusga, xudo xolasa. Ot yurishlari ham yaxshi ekan. Ozgina mesamiz ham torlik qilib qolyapti akalar. Ozgina tezlik qilib qolyapti ot akalar. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Kelesi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha akalarim sog' va omon bo'laverasizlar inshaalloh. Biz qo'ldan kelganicha syomkalarni qildik. Muhammad Yunus xudo xolasa aloqa chiqishadi. Bo'ldi, xudo xolasa aka. Narxni kelishtirib berasiz. Chiroyli qilib beramiz aka. Bo'ldi. Akalar, qiziqqanlar aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar Muhammad Yunusga. Kelesi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar akalar.